Green Card ochildimi? Haligacha ochilgani yo'q. Norasmiy xabarlarga ko'ra, noyabr oyining oxirida yoki dekabr oyining boshida ochiladi degan gap bor. Bu ham hali aniq emas. Rasmiy Green Card saytida kichkinagina e'loncha berilgan, ya'ni yaqinda ochilish muddatini o'zimiz e'lon qilamiz degan e'londa berilgan. Shuning uchun bizga Green Cardga hujjat topshirgan mijozlar xavotirga bormanglar. Noyabrda bo'ladimi, dekabrda bo'ladimi, qachon registratsiya bo'lsa, telefon raqamlaringga SMS tarzida anketalaring to'ldirildi degan SMS ni jo'natamiz o'zimiz. Green Card anketangiz registratsiyadan o'tdi degan SMS ni qabul qilganingizdan keyin qog'oz variantini, ya'ni confirmation nomeringizni qog'oz variantini ofisdan olib ketishingiz mumkin yoki telefon qilsangiz Telegramingizga elektron variantini tashlab beramiz. Va haligacha Green Cardni topshirmaganlar, ya'ni ochilganda boraman deb kutib o'tirganlarga maslahatim, ochilishini kutib o'tirmanglar. Kelib rasmga tushib, hujjatlar topshirib ketinglar, biz tayyorlab turishimiz kerak. Sababi Green Card ochilib qolganida ofis bek bo'lishi mumkin. Telefonga, internetda kelayotgan SMSlarga, kommentariyalarga javob berishga bizning vaqtimiz bo'lmaydi. Chunki hamma registratsiya, butun jamoamiz bilan registratsiyaga kirib ketamiz. Shuning uchun hozir fursat borligida kelib topshirib ketinglar, biz tayyor qilib qo'yamiz registratsiyaga. Sog' bo'linglar.